Assalomu alaykum hammaga. Men Surxondaryo viloyati Uzun tumani Mustaqillik mahallasi Beshtam qishlog'ida yashayman. Bu Beshtam qishlog'imizda suv juda problema bo'lmaydi. Odamlar juda qiynalib, ichimlik suvlar tashib kelardi. Bizni hozir Sanoat qurilish bank aksiyalarimizda qo'llab berdi. Atlant kartona firmasini filtrlari, suv tozalash, ichimlikka yaroqli qilib tozalab, gidrolaktiya qilib ichimlik suv qilib beradigan filtrlar o'rnatib berishdi. Buxoro viloyatidan kelishib, biz juda ham xursandmiz, juda ham minnatdormiz hammalariga rahmat. Bizga shunchalik darajada hayotimizni chiroyli qilib, bizni hayotimizga shunday bir mazmun kiritib, suvlar chiqarib berib, bizni kelajagimizni, bizni hayotimizni o'ylab, shunchalik jon kuydirib, bizga mehnat qilganlari uchun bu firmaga, bu insonlarga juda katta rahmat aytaman. Mahallamiz, viloyatimiz, Uzun tumani nomidan hammalariga tashakkur aytaman. Hammalariga katta rahmat.